Assalomu alaykum. Ushbu tayyorlanadigan videomizda hozirgi kunda ommalashib borayotgan sun'iy intellekt yordamida video tayyorlash, rasm tayyorlash uchun kerak bo'ladigan bitta sayt haqida va saytda registratsiyadan o'tish haqida gapirib o'tamiz. Buning uchun mana Google ga CleanAI deb yozamiz va bosamiz. Qidirsak bizga mana birinchida kelib chiqadi. CleanAI ko'rinishida. Shuni ustiga bir marta bosamiz. CleanAI ustiga bir marta bossak, asosiy oynasi ochilishi kerak bizga. Mana asosiy oyna ko'rinishi ochilyapti. O'rtada video borligi uchun biroz sekinroq ochiladi. Mana ko'rinishdagi animatsion videosi bor. Shuning uchun biroz sekinroq ochilishi mumkin. Demak, saytning ko'rinishi mana shu ko'rinishda. Create bosamiz. Hozir ochilishi kerak. Tinglaymiz. Bu ko'rinishda ochildi. Ikkinchi versiyasi deyapti. Mana ikkinchi versiyasi turibdi. Bu yerda Signal in deb bosamiz. Demak, bu yerda mana bizga kerakli iPhone account deyapti yoki Google account yoki boshqa. Bizda Gmail account borligi uchun Google deb bosamiz va o'zimizga kerakli bo'lgan akkauntni tanlaymiz hamda qirdaljit tugmasini bosamiz bu yerda. Ruschada shunday chiqadi. Inglizchada bo'lsa o'zbekcha qilsak, o'zbekchada nomi davom ettirish tugmasi demak. Qirdaljit bizda davom ettirish. Bosamiz. Ustiga bossak registratsiyadan o'tamiz va bizga registratsiyadan o'tganimizdan keyin oyna asosiy ko'rinishda ochilishi kerak. Mana biz ro'yxatdan o'tdik. Ana endi bizga kerakli nima kerak bo'lsa ishlatish mumkin. Demak, mana bu yerdan Try now deb bosamiz. Tayyorlashni boshlash uchun. Demak, I got it bosamiz. Start qilib endi mana bu yerda o'zimizga kerakli videolarni yoki rasmlarni tayyorlashimiz mumkin. Mana shunday o'zimizga moslab olishimiz kerak bo'ladi. Shu haqida ma'lumot beryapti. Demak, shu ko'rinishda ro'yxatdan o'tib, unda videolarni tayyorlashingiz mumkin bo'ladi. Demak, cleanai.com sayti yordamida biz videolar tayyorlashingiz mumkin. Effektlar beryapti mana bu yerda. Videolar. Text to video o'zgartirish, rasmni videoga o'zgartirish yoki boshqa qo'shimcha animatsiyalar berish haqida ketyapti. Hozircha ro'yxatdan o'tish shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.